Ushbu loyiha Agrobank hamkorligida Navoiy viloyati Xatirchi tumani Mirishkor MFI 105-son konturida amalga oshirilmoqda. Bu yerda kartoshka ekilgan. Maydon hajmi 10 gektar, uzunligi 200 metr, bo'yi 500 metr. Bu yerda ekinlarni zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqish va gullash holatida. Ekinlarni yetishtirish 90 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 24 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 40 sotikdan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Agroxizmat Xuddon ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 30 tonna, jami 300 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turi ekish orqali yer egalarining daromadlari yanada oshirib boriladi.